Mening ikki otam bor edi. Biri boy, ikkinchisi esa kambag'al. Ularning biri o'ta bilimli, aqlli va ziyoli inson edi. U 4 yillik universitetni 2 yilda tamomlagan, keyin esa Stanford, Chicago va Shimoliy G'arbiy universitetlarida o'qishni davom ettirib, fan nomzodi ilmiy darajasini olgan edi. Ikkinchi otam esa hatto 8-sinfni ham oxirigacha o'qimagan. Ikkala otam ham butun umr tinimsiz mehnat qilishdi. Ikkalasi ham o'z sohasida muvaffaqiyatga erishdi va hurmat qozondi. Ikkalasi ham yaxshigina daromad topardi. Ammo ularning biri butun umr moliyaviy qiyinchiliklar bilan kurashib o'tdi. Ikkinchisi esa Gavayi orollarining eng boy odamlaridan biriga aylandi. Biri vafot etganda o'z oilasiga, cherkovga va xayriya fondlariga 10 millionlab dollar meros qoldirdi. Ikkinchisi esa faqatgina to'lanish kerak bo'lgan qarzlarni qoldirdi. Men bolaligimda bu ikki insonning yonida o'sganim uchun ularning qanday fikrlashni kuzatish imkoniga ega edim va shuni angladimki, insonning fikrlari uning hayotini qanday shakllantirishiga aynan shu ikki otam misolida guvoh bo'ldim. Keling, ularning pulga bo'lgan munosabatini solishtiramiz. Mening kambag'al otam doim shunday derdi: pulga bo'lgan muhabbat barcha yovuzliklarning ildizidir. Boy otam esa butunlay aksini ta'kidlardi. Pulsizlik barcha yovuzliklarning ildizidir. Ikki xil kuchli, obro'li ota qo'lida tarbiyalanish men uchun oson kechmagan. Men shunchaki hamma gapga xo'p deb quloq soladigan bola bo'lishni xohlamasdim. Men ularning aytayotgan gaplarini tahlil qilishga, o'ylab ko'rishga majbur edim. Muammo shunda ediki, boy otam hali boy emasdi. Kambag'al otam esa hali kambag'al emasdi. Ikkalasi ham o'z yo'lining boshida edi, ammo ularning pul va boylikka bo'lgan munosabati yer bilan osmoncha farq qilardi. Eng oddiy misol. Biror qimmatbaho narsa sotib olish kerak bo'lsa, o'z otam, ya'ni kambag'al otam doim bir xil gapni takrorlardi. Mening bunga qurbim yetmaydi, buni sotib olishga pulim yo'q. Boy otam esa bu so'zlarni ishlatishni qat'iyan taqiqlardi. U doim o'ziga shunday savol berardi: buni sotib olish uchun nima qilishim kerak? Bunga qanday qilib pul topishim mumkin? Ko'ryapsizmi, farq qayerda? Birinchisi bu tasdiq, fikrni yopadi. Pulim yo'q dedingizmi? Bo'ldi. Miya ishlashdan to'xtaydi. O'zingizni oqladingiz va xotirjam bo'ldingiz. Ikkinchisi esa savol. Qanday qilib degan savol miyani uyg'otadi. Uni yechim qidirishga, ishlashga, tahlil qilishga majbur qiladi. Boy otam miya dunyodagi eng kuchli kompyuter ekanligiga ishonardi. Miyam qanchalik ko'p ishlasa, men shunchalik ko'p pul topaman derdi u. Bunga pulim yetmaydi deyish esa dangasalikning o'zginasi. Bu ikki ota menga hayotdagi qadriyatlarni ham ikki xil tushuntirardi. Kambag'al otam aytardi: yaxshi o'qi o'g'lim, shunda zo'r kompaniyalarda ishlash imkoniga ega bo'lasan. Boy otam esa derdi: yaxshi o'qi o'g'lim, shunda o'sha zo'r kompaniyalarni o'zing sotib olasan. Kambag'al otam aytardi: men boy bo'la olmayman, chunki sizlar borsizlar, bolalarim bor. Boy otam esa aytardi: men boy bo'lishim shart, chunki mening sizlardek bolalarim bor. Biri moliyaviy masalalarda tavakkal qilishni yomon ko'rardi. Pul bilan ehtiyot bo'l, tavakkal qilma. Ikkinchisi uqtirardi: xavfni qanday boshqarishni o'rgan. 9 yoshimda men kimga quloq solishni tanlashim kerak edi. Men bir qarorga keldim. Men boy otamning yo'lini tanladim. O'z otam, kambag'al otam juda aqlli bo'lsa-da, uning moliyaviy maslahatlariga quloq solmaslikka qaror qildim. Aynan shu qaror mening butun hayotimni o'zgartirib yubordi. Boy otam menga o'z darslarini o'ta boshladi. Bu darslar murakkab emas edi. Aslida u menga bor yo'g'i 6 ta asosiy kursni o'rgatdi. Lekin bu darslar shu qadar chuqur va muhim ediki, men ularni 30 yil davomida tushunib, hayotimga tatbiq qildim. Boy ota, kambag'al ota kitobi aynan shu 6 ta dars haqida. Bu qoidalar sizga ham bugungi dunyoda moliyaviy barqarorlikni topishga yordam beradi. Kelgusi qismlarda biz shu 6 ta darsning birinchisi, nega boylar pul uchun ishlamaydi degan qoidani ko'rib chiqamiz. O'zgarishga tayyormisiz? Unda biz bilan qoling.